Bizni Samarqandga qilgan sayohatimizni kech bo'lsa ham ko'rasizlar. Yo'lda jiton qilib o'yinga tushib ketayotgandik, birdan ko'zimiz Sirdaryoning laqqa baliqlariga tushdi. Nafsimiz chukkillab, sassigan baliqlarni olib Va yeb o'sha ketdik. Pinterestdagi manzarani yo'lda ko'rib qolib, to'xtab, toza havodan bahra. Hamma Samarqandga Toshkentdan 5 soatda kirib kelsa, biz nimagadir 8 soat yetib bordik. Samarqand bizni shunaqa romantik havo bilan kutib oldi. Yerda mani joyim keldi. Mehmonxonaga joylashdik-ku, shirinlik. Mana hech qachon qo'yilmaydigan trendimizni olib Registon tomonga yo'l. Skuterchaga o'tirib Registonga kirishimizga mana shu fotografni qarmog'iga ilindik. Aylantirib bizni rasmga oldi. Keyin mana u ikkovi so'zini Hurrem Sulton deb his qilib bir chopdi-ya. Mana men Registonni go'zalligini 360 gradusda olib berdim. Keyin esa mehmonxonadan narsalarimizni yig'ishtirib, Samarqandli onamlarga mehmonga ketdik. Keyin esa mana shunday go'zal manzarali terrasada obed qildik. Biz-ku mazza qilib o'tirdik, shu bonu quyoshga qarab qoldik. Bechora tishidagi breket o'ylasimi yo peshonasidagi quyoshni o'ylasimi, shunga bo'ldi-da bu gulli. Keyin esa Boqqa shaharga keldik-da, trend olmoqchi bo'ldik. Albatta bu trendimiz ham tug'ildi-yu, bo'g'ildi. Bunga sabab ustozimi tut Tushungan-chundi. Jim bo'lish eshaklar. Mashitda mani joyga keldi. Klubnikalarda qaranglar. yana bitta ustozimi chiqmaydigan tut trendlaridan bittasi. Estetik videolarimiz bo'lishi uchun kaptarlarni boqib videolar oldik. Bitta savolda nimaga o'sha estetik videolar qo'ymadik? Bu quyosh botishini qaranglar, estetikligini. Keyin esa Samarqandli onajonim bizni shunaqa Samarqand toshlari bilan kutib olishdi. Shuning bilan 3 ta daydi to'tining sarguzashtlari tugadi. Keyingilarini kutib olinglar.